Yuqorqi ishimizning davomi bugungi islaha. 2021 ayning 1-kuni hurmatli vatandoshlar. Yağmur yaqilib başladı ziyorat. Yuqorqining davomi vatandosh, Rossiya Kompartiyasi bu bat va satirlarni hargiz unutib qolmaydi. Shuningdek keyin Beijing, Shanxay, Guangzhou, Wuhan qatorliq Jungoning cho'ng shaharlarida Marksizm kurujliklari va kommunizm tashviqoti va raqamlari paydo bo'ldi. Buning uchun ketgan xarajatning hammasi Kommunistik International beretdi. Uyi Jeniski dastlabki chog'larda Kommunistik International kechiringlar, bet almış qapti vatandaşlar, kechiringlar. Prezident Vladimir Putin bunday ko'rsatdi. İki tarafning siyosiy partiyalari ikki taraf aloqa munosabatlarining muhim tarkibi qismidir. Yuqorqi maqolaning davomi. Jungo Kompartiyasi va Rossiya muhim siyosiy partiyalar kelgusida dialoglashish va hamkorlikda o'zaro ishonchni kuchaytirish lozim. Vladimir Putin prezident 28-kuni Rais Xi Jinping bilan o'tkazgan ekran yig'inida so'zlayotdi. Juma. Aloqador matbuotlar Moskva pul chiqarib, Jungo Kompartiyasining qurilishiga yordam bergan deb ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi qurilganligining 100 yillik kunlarida ta'sisi yaqinda maqola e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Jungoning muvaffaqiyatlarini madiylagan chog'larda Moskvaning Jungo Kompartiyasi bilan birlikda Yaponiyaga qarshi turganligini alohida tilga olamiz. Jungo Kompartiyasi bilan Jungo Gomindan qarama-qarshiligida Jungo Kompartiyasining g'alaba qilishida Sovetlarning muhim rol o'ynaganligini hamda Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyati tiklangandan keyin Sovetlar ittifoqi ta'minlagan zo'r yordamlarni alohida tilga oldi. Rossiyaning agentligi ta'sisi agentligi bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi qurilgan dastlabki chog'larda faoliyat pulining hammasi Bolsheviklar partiyasi tizginlab turgan Kommunistik Internationaldan keladi. Xabarda bunday ko'rsatildi. Vujeniski rahbarligidagi Kommunistik International Gruppasi 1920-yil 4-oyda Jungoga yetib keldi. Oktyabr inqilobining tajribalarini tunishtirishga boshladi. Shuningdek keyin Beijing, Shanxay, Guangzhou, Wuhan qatorliq Jungoning cho'ng shaharida Marksizm kurujliklari va kommunizm tashviqoti va raqamlari paydo bo'ldi. Buning uchun ketgan xarajatning hammasi Kommunistik International beretdi. Kechiringlar, baya xatolashib qolganim uchun. Vujeniski dastlabki chog'larda Kommunistik International Iroq Sharq byurosining mas'uli bo'lgan. Va Jungoda sol qanot bilim sohasidagilar, masalan, Li Dajao va Chin Dosho qatorliqlar bilan uchrashib munosabat degan edi. Bular Jungo Kompartiyasining dastlabki avangardlari o'zicha. Men so'zni ta'sisi Rossiya tarafi ezivotdi juma vatandoshlar. Men Kompartiyani xotirlayotganim yo'q. Rossiya juma. Vujeniski Jungoda ismini o'zgartirib Wuyankang deb atagan. U 20-asrning 20-yillarida bir necha yil Jungoda faoliyat qilib, shu vaqtda Jungo Kompartiyasining ko'p qatimli qurultoylariga qatnashgan edi. 1927-yili Sovet ittifoqi qaytib kelgan. Sovetlar ittifoqi yemirilgandan keyin Rossiyada jungushunoslar shu vaqtdagi maxfiy arxivlardan foydalanib, Kommunistik Internationalning shu vaqtda Jungoda elib borgan faoliyatlarini tadqiq qildi. Nurg'unlagan asarlar va tadqiqot materiallari e'lon qilindi. Kechiringlar. Sovetlar Rossiyasi 3 nafar kishi avatib Jungo Kompartiyasining dastlabki chog'dagi faoliyatlariga rahbarlik qildi.
Bazı Cungo Kompartiyası tarihinden haberdar, Komünistik International ve Rusya Cungo meselelerinde Cungo meselelerinden haberdar alimler bunda ko'rsatdi. Oktyabr inqilobidan keyin Shanxay Cungo'nun çoğun şehirlerden nurgulgan Rusiyaliklar oltiraqlashgan edi. Davomini anglaysiz vatandosh.